Va alaykum assalom. Soat necha bo'ldi? Shu paytgacha qayerlarda yuribsiz? Ertalab chiqib ketgansiz-a, kelin? Tushlik payti bo'ldi. Uyda qaynonam bor deb o'ylamaysizmi? O'g'lim bilan yalla qilib mazza qilib yuribsizmi? Kafe, restoran. Ha, kinoga ham tushgandirsizlar balkim. Mana o'zingiz aytdi menga. Voy. Oyijon, tuman shifoxonasida navbat ko'p ekan. Shunga uzr, ozgina kechikdik. Xo'p. Meni aldashga urinmang. Bildingizmi? Men yerdan ilon o'tsa ham bilaman. Hammasini bilib o'tiribman. Mazza qilib o'ynab kelib, mana bu yerda menga lag'mon osyapsiz qulog'imga. Oyijon, unaqa emas. Nega menga ishonmayapsiz? Yo'q. Menga gap qaytaryaptimi? Yangi kelin bo'lib turib tiliz chiqib qoldimi? Oyijon, uzr. Kiyimlarimni alishtirib chiqsam maylimi? Boring tezroq. Mana ish qalashib yotibdi. Bitta o'zi boshqa qayerga urishni bilmayapti. Boring tezroq. Xo'p. Surbetligini ko'rdingizmi, Ziyodaxon? Shuni ayting. Ko'zingizga qarab turib gap qaytardi. Ha, o'shaning uchun men unga hozir ko'rsatib qo'yaman. O'g'limga qo'ng'iroq qilaman. Ha, menga qara Bahodir. Ey bolam, qanaqa bo'lasan o'zi, a? Shu paytgacha ham yurasanmi? Ha, uyga bor demaysanmi xotiningga? Mana, endi kirib keldi uyga. Ha, uyda qaynonam bor, ishlarim bor deb o'ylamaydimi, ha? Yana kela solib, ko'zimga qarab turib baqirib gap qaytaryapti menga. Oyi, uzr, yonimda odamlar bor edi. Kechroq gaplashaylik. Kelin yangilik aytdimi? Yana qanaqa yangilik? Zaxodga aytmagan bo'lsa. Nimani? Axir siz buvi bo'lar ekansiz. Ha? Nima deding? Rostdanmi? Meni? Bo'pti oyi, men chaqirishyapti. Mayli. Voy, mayli. Oyijon, tinchlik ekan. Voy, men buvi bo'lar ekanman. Voy, ovsiningiz homilador ekan. Doktor aytibdi. Voy, shu xabarni aytmoqchi bo'lib, so'yincha olmoqchi bo'lgan, men uni xafa qilib qo'yibman. Hozir ko'nglini ko'tarib qo'yay. Dadangizga ham aytishim kerak-da. Voy, doda bo'lamiz, buvi bo'lar ekanmiz, dodasi. Voy, nevarali bo'lar ekanmiz.